Universitetimiz hayotiga oid yana bir mazmunli hafta ortda qoldi. Uni boyitgan tadbir, loyihalar va uchrashuvlar e'tiboringizga havola etiladi. Sizlar bilan boshlovchi Muxlisa Nuriddinova. Assalomu alaykum. Kafedra faoliyati bilan tanishuv. Biotexnologiya va ekologiya fakultetining veterinariya farmatsevtikasi, farmakologiya va toksikologiya kafedrasiga universitet jamoasi tashrif buyurdi. O'quv xonalari, laboratoriya jihozlari va yaratilgan ta'lim sharoitlari bilan yaqindan tanishdilar. OITSga qarshi targ'ibot tadbirlari. Universitetimizda OITSga qarshi kurashish borasida turli tadbirlar va loyihalar o'tkazildi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Oziq-ovqat xavfsizligi muammosining dolzarb vazifa va yechimlari mavzusidagi konferensiyani universitetimiz rektori akademik Xudoynazar Yunusov ochib, oziq-ovqat xavfsizligining globallashuv jarayonidagi dolzarbligi, muammolar va xalqaro tajribalarni o'rganish ahamiyatini ta'kidladilar. Talabalar davomati bo'yicha uchrashuvlar. Universitetning barcha fakultetlarida talabalar davomati masalalariga bag'ishlangan uchrashuvlar o'tkazildi. Suhbatlar davomida darslarga muntazam qatnashishning ahamiyati, o'quv jarayonida faol bo'lish hamda sababsiz dars qoldirishning oldini olish bo'yicha fikrlar bildirildi. Shuningdek, talabalarni qo'llab-quvvatlash, ota-onalar bilan muloqotni kuchaytirish va davomat intizomini yaxshilashga qaratilgan takliflar muhokama qilindi. Universitetda zo'ravonlikka qarshi 16 kun doirasida talaba qizlarga onlayn zo'ravonlik turlari va ularning oldini olish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Tadbirda mutasaddi tashkilotlar vakillari xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va raqamli xavfsizlik masalalarida ma'ruzalar taqdim etdilar. Giyohvandlikka qarshi targ'ibotlar universitetimizda davom etmoqda. Unda yoshlar sog'lom turmush tarziga amal qilishligi va giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlar qonun bilan qat'iyan taqiqlanganligi haqidagi tushunchalar berilmoqda. Tabiatga mehr, kelajak avlodga baraka. Nurobod tumanidagi oromgohda Yashil makon loyihasi doirasida ko'kalamzorlashtirish tadbirlari o'tkazildi. Universitetimizda universitet rektori Xudoynazar Yunusov boshchiligida professor, o'qituvchilar va talaba yoshlar birgalikda daraxt ko'chatlarini ekish va parvarishlash ishlarida faol qatnashdilar. Donorlik hayot baxsh etadi. Universitetda inson hayotini saqlashga qaratilgan donorlik aksiyasi o'tkazildi. Tadbirda professor, o'qituvchilar, talaba yoshlar va universitet jamoasi qon topshirish jarayonlarida faol ishtirok etishdi. Mutaxassislar ishtirokida donorlik madaniyatini yanada rivojlantirishga qaratilgan mazmunli davra suhbati tashkil etildi. Organik dehqonchilik bo'yicha xalqaro uchrashuv. Qishloq xo'jaligi fanlar doktori, UNESCO a'zosi Vladimir Milano universitetga tashrif buyurib, rektor Xudoynazar Yunusov bilan organik qishloq xo'jaligi, ekologik barqarorlik va ilmiy hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Universitet professor o'qituvchilari Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan 5-xalqaro parazitologik simpoziumda ishtirok etishdi. Unda parazitlarning iqlim o'zgarishiga moslashuvi, dori qarshiligining va boshqa zamonaviy masalalar muhokama qilindi. Universitet delegatsiyasi Janubiy Qozog'iston universitetida xizmat safarida bo'lib, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, akademik mobillik va qo'shma loyihalar yuzasida kelishuvlarga erishdi. Kafedra haftaligi doirasida o'simlikshunoslik va yem-xashak yetishtirish kafedrasi professor o'qituvchilari tomonidan 2-sonli talabalar turar joyida talabaning bir kuni mavzusida davra suhbati tashkil qilinib, talabalar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini oshirishga doir tavsiyalar berildi. Talabalar turar joyi kutubxonasiga badiiy adabiyotlar jamlanmasi sovg'a qilindi. Konstitutsiya erkin va adolatli hayot poydevori. Universitetda magistrlar va talabalar uchun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mazmun mohiyatiga bag'ishlangan ma'rifiy darslar o'tkazildi. Darslar davomida Konstitutsiyaning tarixi, asosiy tamoyillari, inson huquqlari va yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida ma'lumotlar berildi. Hafta yakunida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33 yilligi munosabati bilan universitetda ma'naviy-ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Konstitutsiyaning jamiyat hayotidagi o'rni, qonun ustuvorligi va inson huquqlarining kafolatlari borasidagi g'oyalarni keng targ'ib qilishga qaratilgan tadbirni universitet rektori Xudoynazar Yunusov ochib berdi. Bir guruh professor, o'qituvchilar va ishchi xodimlar bayram munosabati bilan tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Universitet iqtidorli talabalarning badiiy chiqishlari esa tadbirga ko'tarinki ruh bag'ishladi.
Universitetimiz hayotiga oid haftalik yangiliklarimiz shu bilan yakunlandi. Keyingi haftada ko'rishguncha salomat bo'ling.